bo'lamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Qo'qon shahar Varashilov ko'chalaridamiz. Xudo xolasa yana bir xonadonimizga Doston aka tushganimizni mana shu obyektlarni bitirib turgan holatlarda kelganmiz. Ish jarayonlarini sizlarga batafsil tushuntirib o'tamiz. Hormanglar-ku. Qiyinchilar charchaymiz. Mana ko'rib turganlaringdek, bitta chaqlov ishlari ketyapti. Chiroyli holatda qilib ekanini o'zlari yumaloq shaklda chaqlovlarni qilib berishyapti. Bosavering. Zinalarimiz ham tayyor holatda o'zi kelib qolgan. Bu hovlimiz bitgandan keyin bitta do'pposli qilamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ish sifatini mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. O'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz qizg'in jarayonlarda ketyapti. Mana ko'rsatmaymiz-ku. Chiroyli holatda qilib betonlarni o'zi to'ldirib qo'yishibdi. Balki Xitoy metallogranit hamda tabiiy granit kombinatsiyasi uchun Hindistonda keramik zavodlar mana kafellardan 30-60 razmerlisida qo'yilib kombinatsiya qilingan patsvet bo'lib tushganiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Chiroyli holatda, hattoki zinalarni qirralarigacha mana saqlangan holatda turibdi. Metallogranit kapusta tabiiysidan qalamchalariga mana ishlov berib ketishgan. Bog'lasa mana bu betonlariga ahamiyat bermaysizlar. Bitgandan keyin chiroyli himchiskasi qilinadi. Shunaqangi idealni chiqadi, ko'rib mazza qilib ko'zlaringiz quvonadi. Bog'lasana xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli holatda qilib ish jarayonlar qizg'in holatda ketyapti. Keyin ko'pchilik ustalarni so'rasa turadi. Aktivitimizni qilib oldi, ko'pchilik akalarimiz mana shunday ishlatishadi mana. Eng sifatli narsa bo'ladi. Narxlarni bizda optim holatda topishimiz mumkin. Mana kafelimizni baquvvatligi shubha qilganlar bo'lsa, mana Hindistonda zavoddan chiqadigan Hindiston keramogranit bo'ladi. Chokini so'ragan akalarimizga sochlarini men videoda olib beraman. Даже bilinmay ham ketadi mana. Chiroyli holatda qilib ulanib ketadi. Bitta, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta kafel qo'yilgan, ko'rsatmaymiz. 5 ta kafelni choki bir-biriga chiroyli holatda qilib kelingan mana. Ko'rsatmaymiz, chiroyli holatda. Qoppog'i ham qolmaysiz, charchangiz. Qoppog'i ham o'zidan chiqadimi kapustani? Kapusta pulunsigacha bo'ladi, keyin xohlasam pulunsilarigacha bo'lib, sopkachalarigacha qoppog'i tabiiy kapustadan bo'ladi. Mana ko'rsatmaymiz. 2 sant qalinlikda naturalniy kapustadan bo'ladi. Bu zinamiz hali tayyor bo'lsa keyin endi mana stoykalarni qilib aralariga mana baquvvat bo'ladimi deganlar uchun mana akalar ko'rsatib o'ting. Sim to'qib yetmaganiga stoykalar berib ketiladi. Yana yetmaganiga chiroyli zaspiyasini qilib berishgan. Katta kichkina yeydigan joylari bor. O'zlari bilishadi. Mana shunaqangi holatlariga to'g'ri kelib qolishligi uchun mana chiroyli holatda qilib gradislari to'g'ri kelishligi uchun ozgina katta tashlangan. Mana mentlarga mana shunaqangi holatlari bo'ladi. Chiroyli holatda qilib berishadi. Xizmatlar bo'lsa doimgidek akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni sifatlari zo'r holatdagi. Dizayniga keladigan bo'lsa, o'zingiz xohlagan variantdan ham zo'r holatda qilib idealni qilib chiqarib beradi. Ko'rsangizki, fasoni qanaqangi go'zal turibdi akalar. Skromniy narsa, lekin akkuratniy narsa so'raganlar uchun zo'r idealar qilib berishadi. Men sizlarga hozir yana bitta narsani aytib o'taman. Mana shu polirovkasining eng ideal, eng tiniq holatga kelguncha necha o'tish kerakligini ko'pchilik ustalar bilishmas ekan. Yangi o'rganib turgan shogirdlarimiz uchun tavsiya mana. Izzatjon Xolmiy. Birinchisiga 50 o'tyapti. Birinchisiga 50. Birinchisiga 50, ikkinchisiga 500 o'tyapti. Ikkinchisiga 500. Uchinchisiga 1000. Aha. To'rtinchisiga 3000. 3000 o'tish shartmi? Shartdan emasmi? Обязательно kerakmi shu narsa? Bu kerak, обязательно kerak narsa. Yaltiratib, bliskini zo'r qilib berar ekan. Akalar bitta effektini ko'rasizlar, chaqlab ko'ringlar. Xuddi shunaqangi holatda qilib keyin aytasizlar akalar chiroyli chiqdi deb. Xohlasa mana bu xonadonimiz ham to'liq bitgandan keyin chiroyli obzor qilib beramiz. Ungacha sizlarga mana ish jarayonidan birozgina lavhalar tayyorlab o'tib ketamiz. Mana akalar, hali kafelar yig'ilinmagan holatda
chiroyli holatda qilib, setkalarni chotki holatda qilib, kafellarni ham mana gradusini joyiga chiroyli qilib, chokiga, gulini qilib, chiroyli holatda terib qo'yishdi. O'zi suxoy montajini qilib qo'yishgan mana. Ko'rsanglar. Iloji boricha eng sifatli mahsulotlardan foydalanib, eng kerakli narsalarni ishlatishyapti. Xohlasa mana akalar. Endi razmerlarga keladigan bo'lsa, hamma razmerdan kesib tayyorlab olishibdi mana. Mana akalar, ko'rishlar mumkin. Xitoy metallogranitlarni o'zlaring bilasizlar, eng sifatli mahsulotlar bo'ladi. Ichi qorasidan shahlanadigan variantdan qilinyapti mana akalar. Ko'rishlar mumkin. Bu shahlovlarimiz ham eng oxirgi nuqtachalarigacha chiroyli holatda bo'lyapti. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga Genex Electronics nomerlarimizni qoldirib o'tyapman. Bizda nafaqat mahsulot turlari, balki bizda kesib berish, shaxlash, hamma toshga ishlab berish, hattoki xuddi shu ustakalarimiz nomerlarini qoldirib o'tyapman. Xizmatlar bo'lsa xonadoningizda chiroyli xizmatlaringizni qilib berishadi. Nomerlarga aloqaga chiqaveringlar.